Assalomu alaykum O'zbekiston ahli, hammaga salom. Yaqinlashib kelayotgan hammani mustaqilligimizni 35 yillik bilan tabriklayman. Bizda China Motor Samarqandda nima yangiliklar desangiz, juda yaxshi katta yangiliklar bor. Bir vaqtni o'zida ochiqni aytsam, bunaqangi bir 4 lik deydim, mayda 4 в одном deydim, hech qachon bo'lmagan. Nima qanaqangi deymiz? Birinchisi, arzon narxlarda, skidichli maxsus narxlarda bor. Avtokreditni naqd olmoqchi bo'lsangiz, ikkinchisi rassrochkaga olmoqchi bo'lsangiz ham bor. Uchinchisi esa nasiya savdoga olmoqchi bo'lsangiz ham bor. Nasiya savdoni esa ikki xil variantda olishingiz, muddatlarini aytmoqchi edim. Shularda olishingiz mumkin. Xullas kalom, haqiqatan ham zo'r yangilik. Videoni oxirigacha tomosha qilib turing. Like-ni bosing, podpiska bo'ling. Yana bitta narsani aytib qo'yayki, butun yer yuziga Jack X200 ayni ana shu Samarqand filialidan tarqaydi azizlar. Ishonmasangiz kelib ko'rasiz. Boshladik. Hozirgi paytda Jack X200 xalqning ichiga ishonchini qozonib kirib boryapti. Hech qanaqa muammo yo'q. Haqiqatan ham o'zini sifati bo'yicha, o'zini yurishi bo'yicha, gruzni ko'tarishi bo'yicha shu paytgacha alhamdulillah muammo bo'lgani yo'q. Shuning uchun xalqni yaxshi qabul qilib oldi. Endi bizda hozir buni tentovka, bord, promtovarni, undan tashqari shassi varianti bor, ref variantlari bor, obshi 5 xil varianti bor. Kutmaysiz. Yana aytib qo'yay, chunki ba'zi bir joylarda Instagramdan ba'zi odamlar noto'g'ri tushunib qolgan ekan. Bizni videomiz emas, lekin China Motorsdan chiqqan. Mashinani yarim soatda olib ketasiz deyilgan. Azizlarim, yarim soatda olib ketasiz, muammo yo'q. Lekin pulingiz ko'rinishi bilan yarim soatda olib ketasiz. Ko'pchilik hozir bizga kelyapti, avtokredit qilaman deydi yoki lizing orqali olaman deydi. To avtokredit, lizing, nasiya savdo, bularni hujjatlari tayyor bo'lguncha vaqt ketadi. Biz buni nazarda olmaymiz. Ba'zilar uchun yarim soat vaqt ketib qolishi mumkin. Ba'zi paytda 2 soat, ba'zi paytda 4 soatgacha vaqt ketishi mumkin. Biz bu vaqt uchun javob bermaymiz. To'g'ri tushuning azizlarim. Lekin pulingiz ko'rinadigan bo'lsa, avtokredit qiladigan bo'lsangiz, boshlang'ich shu 30% mi 25% to'lov qilganingizdan keyin boshlang'ich pul ko'rinishi bilan yarim soatda men aytyapman. Yarim soatda mashina shot spravkasini yozib beramiz, olib ketasiz. Agar siz nasiya savdo qilaman desangiz, agar bo'lmasa mayda rassrochkaga olaman desangiz, agar siz to'lovni qilganingizdan keyin to'lovni qildingiz, to'lov где-то bankdan top bizga ko'ringuncha 40 minut, 45 minut vaqt ketib qoladi. Agar o'shandan tashqari pul sirazi ko'rinsa, bizdan kuttirish bo'lmaydi. Yana bir bor aytamanki, bizni filialdan, men o'zimning filialim bo'yicha gapiryapman. Samarqand filiali bo'yicha bizda kuttirish bo'lmaydi. Nafaqat Samarqand filiali, China Motorsda kuttirish yo'q azizlar. Bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Markalarimiz narxlari o'zgarmadi, o'sha qolgan, lekin endi tushuntirib beraman. Bularda agar siz naqd olmoqchi bo'lsangiz, 100% pulingiz bor, naqdga olmoqchi bo'lsangiz, yo bo'lmasa avtokredit qilib olaman desangiz, biz bularni maxsus narxlarda beramiz. Bu uchun UzAvto Treylerga respekt, rahmat. Ular shu uchun shunaqangi imkoniyat qilib berganligi uchun. Mashinamiz bartavoyimiz 248 million 640 ming edi. 16 million 800 skidka narxda chegirma narx qilib beramiz. Sizga 231 million 840 mingni shunaqa 232 millionga mashina aylanadi. Yo'q joydan 16 million 800 lik skidka chegirmaga ega bo'lasiz. Agar shunaqa pulingiz bo'ladigan bo'lsa, shu pulga borib bemalol propan yo metan qo'ysangiz, bu sizni foydangizga ishlaydi. Promtovarniga qaytamiz. Promtovar narxi 275 million edi. Naqdga olaman desangiz, agar 254 millionmi shunaqaga aylanadi. Bundan ham 16 million 800 ekonom qilib qolasiz. Tentovka modellarimiz 258 mi? 200 shunaqa edi. 16 million 800 minus qilib tashlaymiz. O'sha paytda 237 million 238 millionga taxminan aylanadi. Bu qachonki naqd yoki avtokreditga olmoqchi bo'lsangiz. Endi bu yerda narxlarni men приблизительно aytyapman. Tochiniz kerak bo'ladigan bo'lsa, biz harakat qilamiz pastda jadvalni qoldirishga, yo bo'lmasa pastda nomer bo'lib telefon qilasiz. Keyin ikkinchi variantni aytib o'taman. Rassrochkaga olmoqchi bo'lsangiz, mashinamiz narxi o'zgarmaydi. Shu bortoyingiz 248 640 ligicha qoladi. 50% ni to'lov qilasiz, qolgan 50% 13 oyga bo'lib to'laysiz. Hech qanaqangi penya, jarimalarsiz jarima bo'lmaydi. Bemalol o'zingizga to'lab olasiz. Xo'p, uchinchi varianti o'zi ikkiga bo'linadi. 24 oyligi bor, 36 oyligi bor. U qanday shakllanadi? Mashina
mashinani narxi ozgina o'zgaradi, chunki bu nasiya savdo. 24 oyga olaman desangiz, mashinaga biz hisoblab ko'rgan paytimizda Markaziy bankning yillik inflyatsiya stavkasi bor 6% dan, shu 6% ustiga minar ekan. 24 oyga 6% binadi. Ko'p emas. Shu mashinaning narxi uncha ko'p qimmat ham bo'lmaydi. Razilsasini hisoblagan bitta 3 millionmi shunaqa azizlar. Bu juda yaxshi imkoniyat. Olib qoling. Boshlang'ich 50% emas, 40% ga tushadi. Yana aytib qo'ying. Bu zo'r ko'rsatkich va zo'r imkoniyat. 50% ni bergin, 50% unaqa yo'q. 50% lik boshlang'ich to'lov 40% ga aylanadi va qolgani esa 24 oyga teng bo'lib beriladi. Ikkinchisi 36 oyga bor, 36 oyga ham inflyatsiya darajasi qo'shilgan va o'sha boshlang'ich 40% ni to'laysiz, qolgan 40% ni esa qolgan 60% ni 36 oyga teng bo'laysiz. Hozir men sizga gap isboti bilan bo'lganligi uchun men sizga o'zi jadval olib ko'rsatib beraman. Momentdan foydalaning. Mashining parametrlarini aytib o'tib ketay. Mashinamiz 2 atmosferni gazni metan propan hech qachon tanlamaydi. Mashinamiz gidravlikada, gurza podiyomimiz 2 tonna 100 bemalol ayta olamiz. Xo'p, bortimizni hozirgi paytda eng ko'p savol beradigan bortning razmerlarini hech qayerdan topa olmayapmiz degan yana aytib o'tib ketaman. Bortlarimiz razmeri, bortning uzunasi faqat orqa tomoni kabina aralashmaydi. Uchi o'ng, eniga 1.70, balandligi 35. Bu bortovoyniki. Promtovarni bo'ladi. Promtovarni ham tashqarisidan uchi o'ng, balandligi 1.90 bo'ladi, eniga 1.70. Bu promtovarni. Tentovkamiz esa ozgina promtovardan balandroq bo'ladi. Adashmasam agar 1.90 emas, 2 metrmi shunaqa tentovka ozgina balandroq bo'ladi va razvijnoy yig'ishtiriladigan, agar yechib boltlar bor, bo'shattirasiz va uni bir chetga tortib yig'ishtirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Kimga qulay bo'lsa, imkoni bo'lsa olishingiz mumkin. Mashinalar baloniga to'xtalib, shinalarga to'xtalamiz. Old tomoni 15, orqa tomoni qo'sh balonda azizlar 13. Zapaskasi har doim ikkita bo'ladi. Bitta 15 va bitta 13 lik zapaska bo'ladi. Mashinalarimiz garantiyasi 3 yil yoki 100 ming probegda. Nimasiga garantiya beriladi azizlar? Shunga ehtiyot bo'lishimiz kerak, bilib olishimiz kerak. Garantiyamiz beriladigani motorga, dvigatel, yuragiga, korobkaga beriladi va zadniy mostga beriladi. Keyin ko'pchilik hozirgi paytda aytayotgan ekanki, mana konditsionerim ketib qoldi, kim qilib beradi? Azizlar, konditsioner uchun biz javob bera olmaymiz. Chunki konditsionerga sizni o'zingiz daxlingiz bor. Siz unga ta'sir qilasiz. Motoriga, korobkaga, zadniy mostga siz ta'sir qila olmaysiz, ishtirok eta olmaysiz. U sizga bo'ysunmagan holda ishlaydigan avtonom organlar bo'lganligi uchun shunaqangi. Konditsioner ko'pchilik aytadi, ko'pchilik xadavoygacha aytadigan bo'lgan azizlar. Galovkani aytadigan bo'lgan azizlar, galovka, xadavoy, yana konditsioner, yana nima deydi ular? Hozir masla zamena bular garantiyaga kirmaydi. U biron marta kirmagan ham o'zida. Men tushunaman. Iste'molchi sifatida sizning haqqingiz bor, lekin biz aytib o'tishimiz kerakki, shunaqangi joylar garantiya beradi. Ana endi mashina ichiga o'tiramiz va tiniq, aniq men sizlarga ko'rsatib beraman. Va bitta narsani aytish esimdan chiqibdi. Aynan o'zimizning sharoitda hozir mashina ichiga kirgandan keyin tushdi. Bu mashinada konditsioner bor azizlar. 2 atmosferni bo'lgandan keyin konditsioner ham katta va juda qulay. Buni bizdan oxirgi paytga faqat konditsioner uchun olib ketdilar. Konditsioner juda zo'r sovutadi azizlar. Men aytib javob bera olaman. Xo'p, endi mashina grafikiga qaytamiz. Mashina grafik qanaqa? Mashina ref varianti 338 million. Agar kimga kerak bo'lsa shartnoma. Shassi varianti 244 million. Bort varianti 248 640. 248 million 640 ming. Tent varianti 255 million 360 ming. Prom tovarni 275 million 520 ming so'm. Bu mashinalarning o'zining narxi. Ana endi maxsus narxni aytgandim-ku, kimdir naqdga olmoqchi bo'lsa 100% pul bor, yo bo'lmasa kimdir avtokredit qilib olmoqchi bo'lsa, qaysi narxlarda beriladi? Refni 321 million 440 ko'rsatilgan, shassi 227 360, bortimiz 231 million 840, hozirgi paytda eng ko'p so'raladigan 248 milliondan 231 millionga aylanadi. Tentimiz 238 million 560, o'zining narxi 255 million 360 dan 238 million 560 ga aylanadi. 255 238 yaxshigina razницasi. 275 millionlik
Prom tovarimiz 258 ga aylanadi. 255 dan 258 ga aylanadi. Farqini sezdingizmi? Rassrochka xulosada 13 oylikka bo'lib olmoqchi bo'lsangiz, endi shasslar uncha to'xtalmaymiz. Bizga eng keraklisi bort. 9,5 milliondan oylik to'lovi chiqadi. Tentni ham 9 million 800 dan, prom tovarni 10,5 milliondan chiqadi. 10 million 500 dan chiqadi. Endi 24 oylik Nasiya savdo. Nasiya savdoga hisoblaydigan bo'lsak, xo'p, boshlang'ich 40%, 50% emas, 40% ga tushadi va oyi 13 oydan 24 oyga aylangan. Bortimizni hammaga tushunarli bo'lish uchun bortni bitta misol. Bartavoyning narxi, o'zi narxi 248 million 640 ming bo'lgan bo'lsa, 265 million 171 ga aylanadi. Razitsasi qancha bo'ladi? 265 248 17 million ekan. 24 oyga 18 million yilliga chiqyapti. Zo'rmi? To'g'risida zo'r. Tak. 265 million narx aylanadi. Boshlang'ich 106 million so'm berasiz. So'mda 106 million berasiz. Oylik to'lovi 6 million 629 dan chiqadi. Esingizdan chiqmasin, bu 24 oylik 6 million 624 dan chiqadi. Tentovkamiz 272 millionga aylanadi. Boshlang'ich 108 million 434 ming to'laysiz. Oylik to'lov 6 million 800 dan chiqadi. Prom tovarini 293 878. Boshlang'ich to'lov 117 million, oylik to'lovi 7 million 345. Odamlarga tushunish oson bo'lishlik uchun narxi bilan oylik to'lovini aytsam ko'proq tushunarliroq bo'ladi. 36 oyni aytamiz. Bartavoyimizning narxi 277 millionga aylanadi. Oylik to'lov esa 4,5 million, 4 million 630 ekan. 3 yilda 4 million 630 dan. Bu shokolad gapni ochig'i. Tentovkamiz oylik to'lovi 3 yilga 4 million 755 dan chiqadi. Prom tovarni esa 5 million 100 dan. Oylik to'lov 5 million 100 dan chiqyapti. Prom tovarni 36 oyga o'zi narxini bo'lib to'laysiz-da. Shuning uchun foydalanib qo'lingizlar. Mashinamiz hozircha bor, muammo emas. Menga ko'p oxirgi paytga beriladigan savollar qaysi? Savollarga javob berib bildim. Asosiysi garantiya uchun savollar beriladi. Garantiyamiz 3 yillik 100 ming probegda bor. Aytib o'tgan detallarimizga bor. Xullas kalon kimga kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqing, yo bo'lmasa Samarqand filialimizga keling. Xo'p, butun O'zbekistonga aytib o'tganda shu yerdan tarqaladi, shu bizdan tarqaladi. Shu birinchi qo'l deydi, nima deydi shu? Zavoddan biz olib chiqamiz, hamma joyga tarqatib beramiz. Adresimizni tushuntirib o'tamiz. Adresimiz Samarqand shaharda Gelion Chorrahadan Dagbet 1 ga tushasiz. Motrud yo'li. Tarixda o'tgani Imom Motrudiy. Imom Motrudiy bu Samarqandda yashab o'tgan. Shu uchun o'sha kishining nomlariga Motrud deb berilgan. Shu Motrud tomonga tushishda Gelion Chorrahadan bir 100 metr pastga tushgandan keyin o'ng qo'lida bo'ladi. Orientir bu yoqda chap qo'lingizda benzin zapravka bor. Bu yerda faqat bitta shu zapravka, boshqasi yo'q. Zapravkani yo'ldan bu yoqqa terib qo'yganmiz. Ilonning og'zidan chiqqandan qilib mashinani terib qo'yganmiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, yana bitta narsani aytib qo'yay. Mashinamiz assortimentda hozir turibdi. Kelib chertib olasiz. Kelasiz, ko'rasiz, menga bu mashinani berasan, bu mashinani berasan, buni berasan deb aytasiz, o'sha tanlagan mashinasini berasiz. Beramiz. Hozir bizda assortiment bor, foydalanib qo'lingizlar. Xullas kalon, shunaqa gaplar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqing, pastda nomerlarimiz bor. China Motorsda qo'ling, China Motors xalq tanlovi. O'zingizni asrangizlar. Mashina yoqib ko'rsataylik. Mana mashina.